Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugungi darvozamizning Toshkent shahri O'rta Saroy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr bo'ldi, bo'yiga 275 razmerda tayyor bo'ldi. Yarim 2 qavatli darvozamiz, kvadrat metr 900 ming so'mdan dastavkasi hamma yo'q ichida tayyorlab berdik. Listlarga keladigan bo'lsak, 1.8 listdan tayyor bo'ldi. Chaspaklarimiz 3.2 hammasi qalindan, profillarimiz 6.4 1.5 stena qalinlikda. Eshik alohida qilib tayyorlab berdik. Mashina kiradigan joylari shivellerdan bo'ldi. Quloqsan, tog'a darvozalar. Rahmat. Topilgan qo'llari e'dab ko'rmas, ishingni rivojini bersin bana. Aytganingiz kelsin. Ilora akam xonadoniga o'rnatib berdik. Rahmat, yaxshi. Stoykalarimiz 8 ga 8 dan, zamoklarimiz Zugur zamokdan bo'ldi, originalidan. Xudo xolasa, uzoq yillar xizmat qiladigan. Orqa tomonlarini senter zamok qildik. Ochilgan holatlari. Darvozamiz oldiga ochiladi. Ochilgan holatlarni ham qo'yib beramiz. Darvozamizdan to'shni urunga o'rnatildi, xudo xolasa. Kraskalari ham uzoq yillar xizmat qiladigan grunt to'pkalardan urilgan mokriy asfalt svetda tayyorlab berdik. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xil variantlari bor, 2 xil 3 xil kelishilgan holda tayyorlab beraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.